Xudo xolasa Samarqand Bulung'ur tumanida Keldondagi ishimizni obyektimizni Muzaffar ustamiz bitirgan. O'sha bir 4-5 kun bo'lib qoldi. Ishimiz kechki payt bitgani uchun Xudo xolasa video ololmadik. Endi video olishga keldik. Ko'cha kazdiruklarimizni bu ishimizda maloshniga shikorat bo'lgan. Ko'cha kazdiruklarimiz shestigranik bo'lgan. Oldi nakonechnikka, orqasi karniz bo'lgan. Oldini patnisma yopib beramiz. Darvozaxonamizga kirganimizda 7,5 metrga 3,5 metr darvozaxona. Darvozaxonamiz juda ham chiroyli chiqqan. Seli doroshka, bo'rtma pallasilar 20 mm qirog'iga akkuratlik o'ziga fason qilib berilgan. Ko'rsanglar, mana bu rombik orasiga ham pallasilarni solib chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Ichkariga kirganimizda navesimiz bor. Navesimizga chetiga doroshka tushmagan uchun seli rombik terib berganmiz. Mana bunda ham lit qirog'iga petinilarni qo'yib chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Lip yoqda yana kazdiruklarimiz. Xudo xolasa bu ishimizni Samarqand 035 tunikasiga 135 so'mdan qilib berganmiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol chiqib olasizlar. Rahmat, sog' bo'lasizlar.